Yurtimizga Navruz, Yangi yil, yangi kun kirib kelishi bilan dala dehqonchilik ishlarining boshlanishiga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Paxtakor dalalarni chigit ekishga hozirlamoqdalar. G'allakorlar ekinni oziqlantirib, sug'orish ishlarini boshlash arafasida turishibdi. Toklarni ochish, bog'larga shakl berish, yashil makon umummilliy dasturi doirasida ko'chat ekish ishlari ham avj olmoqda. Payriq tuman qishloq xo'jalik xodimlari ham dolzarb damlarning qadriga yetib, ko'klamki dala yumushlarini tezkorlik bilan olib bormoqdalar. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, qishloq xo'jaligida bugungi kunda amalga oshilayotgan eng muhim vazifalardan biri g'alla parvarishini yuksak agrotexnik talablar asosida tashkil etishni yo'lga qo'yishdan iborat. Tuman oltin boshoq ijodkorlari ushbu yo'nalishdagi yumushlarni ado etish barobarida 11989 gektar yerdagi ekinni oziqlantirish, sug'ortirish, zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashish ishlarini tez va soz amalga oshirmoqdalar. Tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi fitosanitar nazorati davlat inspektorlari bu borada fermer dehqon xo'jaliklariga har tomonlama ko'makdosh bo'lmoqdalar. Yaqinda Musayev Mashrab fermer xo'jaligining 15 gektarlik g'alla maydonida o'tkazilgan nazorat tadbiridagi o'rganishlarda g'alla maydonlarini oziqlantirish, begona o'tlarga qarshi kurashda pestitsidlardan foydalanish bo'yicha qishloq mulkdorlariga tegishli tavsiya maslahatlar berildi. G'alla maydonlarini hozirgi kunda simulyatorlar, begonotlarga qarshi, zangga qarshi ishlar olib bormoqdamiz. Bundan tashqari g'alla maydonlarini oziqlantirish, birinchi oziqlantirish o'g'it masalalarni ham hal qildik. Hozirda sug'orishlar olib borilmoqda. G'alla maydonlaridagi dala chetlariga Prezidentimizning 465-sonli qarori asosida dala chetlarida mevali daraxtlar, manzara daraxtlar ekib kelmoqdamiz. Bunda asosan bodom, achchiq gilos, yong'oq kabi mevali daraxtlarni ekmoqdamiz. Bugungi kunda fermer xo'jaligida mavjud maydonlarning har qarichidan samarali foydalanishga e'tibor kuchaytirilmoqda. Bu o'rinda dala chetlari, ariq bo'ylariga 1000 tubdan ziyod olcha, gilos, behi ko'chatlari o'tkazilib, tuproqni yumshatish, ekinni sug'orish ishlari olib borilmoqda. Hudud obodonlashtirilmoqda. Ilg'orlar tajribasini keng targ'ib qilish, intensiv usullarni qo'llash bo'yicha o'tkazilayotgan fitosanitar tadbiridagi nazorat tadbirlari istiqbolda mo'l, sifatli organik toza mahsulot yetishtirishda muhimdir.